Xolasa salom alaykum, olib kelib oldik. Xolasa yapon manjur deydigan. Xolasa Belly gigant deb qo'yilgan roller turidan ekan. Barakasini bersin. Juda ham ajoyib narsa ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Gapga o'tirib qo'ygan ham bor ekan. Yaxshi bo'lib ketsa kerak menimcha. Oyog'i yerilib qo'ygan. Xona issiqligida quyona vovullab boryapti. Qorovul. Xona 50 gradusdan shekilli bilmadim. Quyoncha ham hayron. Oyoqdagi endi biz ham yangimiz-ku. Bismillah deb boshladik. Kamchiliklarda bo'lishib boramanda qanaqa bo'lish kerak? Ehtiyotsizlik bilan ikkani bosib qo'ydim. G'ish termoqchiman endi buni. Ertagalikka nasib bo'lsa, shu bilan shug'ullanaman. G'ish yurgani как бы дорожка bo'ladi-da. Bularda hozir yurib ham bo'lmaydi, va xavfli. Donlarini bersa, suvlarini berib tursa, nasib suvda обязательно doq suv berish kerak ekan. Brollerga ham o'sha doq suvni qaynatib qo'yganman. Vitamin, dori-darmon hamma yo'q bilan bo'lishib turaman, xudo xolasa. Yangi boshlamoqchi bo'lganlarga ham ozgina bo'lsa ham manfaat deyapti. Bedana kerak bo'ladigan bo'lsa nomer qoldiraman. Eng kami 500 ta buyurtma olaman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Men o'zim yangiman. Men o'zim informatsiyalarni olib keldim hozir. Polностью bo'lishib boraman. Shu bilgan narsalarimni nasib bo'lsa sizlarga ham o'rgataman. Menimcha qiyin joyi yo'q, buni xonasi, suvlari, yemlari joy-joyida bo'lsa, menimcha muammo bo'lmasa kerak, xudo xolasa. Soat 12:30. Rollerni ham olib kelishim kerak. Juda ajoyib. Mana yerda to'planib turibdi, naryoqda yugurib yurishdi, o'rgayapti. Hali bir sutka bo'lmagan narsalar. Yo Alloh, qarang. Bu yoqayotgan gazimiz bu propan. Propan ishlatamiz. Gazimiz bor, bizda propan hozir, lekin propan yoqyapmiz, xudo xolasa.